Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Hozir bir videoni ko'rib qoldim. Mana eshitib ko'rasizlar o'zlaring. Детей свыше даже. Детский инсульт до 18 лет. Это только в Москве. Это только в Москве. Каждый год. Как вы думаете, с чем связано? Последние годы стремительно увеличивается число детей с ишемическим инсультом. Сейчас остро стоит вопрос правильного питания детей. И самое главное, это наши напитки. Родители предлагают ему кока-колу, пепси-колу, фанту, морсы. Это все сладкие напитки, которые повышают процент глюкозы в крови, и кровь становится густой, начинают формироваться тромбы на стеночках сосудов, которые срываются при физической нагрузке. В итоге мозговая катастрофа. Родители, я хочу, чтобы вы услышали. Сладкие напитки провоцируют инсульты. Вот вам говорит специалист непосредственно, который работает с детьми после инсульта. Каждый раз, когда вы покупаете какой-то вредный напиток, думайте о последствиях. 1000 детей свыше, да. Demak, mana o'zlaring ko'rdilaring. Hozir Moskvaning o'zida yiliga 18 ga kirmagan bolalarda minglab insult uchrayapti ekan. Xuddi shu holatda men emas, Moskvada yetuk mutaxassis gapiryapti. Demak, mana bo'sh idish. Mana uni to'ldirdik. Hamma to'la deb o'ylaydi. Bu asli to'la emas. Mana bunga endi to'ldiramiz. Mana shuncha narsasi bu. Endi mashina sog'lom oshqozon desak, mana bunga ozgina tomchi 1, 2, 3. 3 tomchigina narsa qo'shdik. Mana rangi o'zgardi. Demak, buni nimaga qilyapsiz endi siz? Mana rangi o'zgarganini aytadi. Endi buni chaypa bo'lmaydi. Rangi o'zgargan bo'lsa, bo'pti, yana 3 tomizdiraylik mana. Mana rangi o'zgardi qoldi. Demak, bolangizga siz ximikatni olib berganingizda u nima bo'ladi? Uni ruhiy holati o'zgaradi. Ruhiy holati o'zgargandan keyin injiq, duduq, gapini gapira olmaydigan, asabiy, go'sht yemaydigan, gapga kirmaydigan bola bo'ladi. Shu sizga kerakmi bosh og'riq? Agar bosh og'riq kerak bo'lsa, marhamat, fast food, kolbasa, sosiskalarni olib beravering. O'zi boshim og'rimayapti, men zo'rman, siz olib beravering. Yo'q. Xudodan qo'rqsangiz, shu narsalarni men emas, hatto rus millati aytib chiqyapti. Xudo xayringizni bersin, bermay o'sha narsani, yeydigan narsa to'lib yotibdi-ku. Biz o'sha narsa kolbasa, sosiska, fantasiz ham katta bo'ldik-ku. Demak, ixtiyor o'zlaringda. Yarim tayyor mahsulotlarni beraversalaring, bepushtlik ko'payadi, asabiylik ko'payadi, sahar kasal ko'payadi, o'sha aytmoqchi yurak kasallari ko'payadi. Biz mutaxassis sifatida ogohlantiramiz xolos. Bu hech kimni majburlash yo boshqaga kirmaydi. Biz ogohlantirish bizdan, chunki ham farz ham qarz degandek davlatda, millatni oldida ham burchimizni bajaryapmiz. Endi qolgani sizlarga qolyapti. Sizlar o'z burchlaringizni to'g'ri ado qilsalaring, bolalaring sog'lom bo'ladi. Yo'q, bilganimni qilaman desalaring, unda baloni kutaveringlar. Achinarli holat mana o'sha sekin tarqayapti. Tarqayotgan bo'lsa, barchasi o'sha pishiriqlar, yarim tayyor mahsulotlar, rangli ichimliklardan kelib chiqyapti. Hozir 17-18 ga kirgan bolani olib kelsa, 2 marta bunday qilib qo'lini o'tirib tursa, oyog'i qaltirayapti. U qanaqa qilib turmush qiladi? U qanaqa qilib vatanni qo'riqlaydi? Qanaqa qilib ota-ona ishda ishlab ota-onasiga xizmat qiladi? O'ylab ko'ringlar. Shu narsalarni barchasini Telegram kanalda men yoritib borishga, mutaxassis sifatida yoritib borishga harakat qilaman. Telegram kanalga ulansalaring, vaqtni o'zlaring belgilasalaring, ko'proq kech paytga to'g'ri keladi. Kunduzgi ham to'g'ri qilib beraveramiz. Jonli muloqot qilib shu narsalarni hal qilishimiz kerak.